Bugungi kunda ta'lim, fan va ekologiya sohalaridagi hamkorlik yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Namangan davlat texnika universitetining bir guruh professor o'qituvchilari va talaba yoshlar Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti hududida ilm ma'rifat bog'ini tashkil etdilar. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Namangan davlat texnika universitetining bir guruh professor o'qituvchilari va talaba yoshlari Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti hududida ilm ma'rifat bog'ini tashkil etish tashabbusi bilan chiqdilar. Buning uchun 100 tutdan ortiq manzarali daraxt ko'chatlari va 500 tutdan ziyod turli xil gul ko'chatlari olib kelindi. Ahamiyatli jihati shundaki, bu gullar va ko'chatlar Namangan davlat texnika universitetining laboratoriyasi va innovatsion issiqxonasida yetishtirilgan. Eng muhimi, bu ish jarayonida Namangan davlat texnika universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan gel texnologiyasidan foydalanildi. Ushbu texnologiya suvni tejash va o'simliklarni samarali parvarishlashda yuqori samara beradi. Bu esa bog'ni nafaqat go'zal, balki ekologik jihatdan ham barqaror makonga aylantiradi. Gul ko'chatlarini yetishtirilishi jarayoni ham ushbu hududdagi olimlarimiz kelib, tuproqli iqlim sharoitlarini o'rganib, oldingi yillarda va bu yerdagi tabiatda yil davomida bo'ladigan sharoitlarni o'rganib, mana shunga tayyorlangan, ilmiy asoslangan gul ko'chatlari, manzarali daraxt ko'chatlarini o'zimizda tayyorlaganmiz va bu yerga olib kelib, hamkorligida ushbu bog'ni tashkil qilganmiz. Bog' barpo etishga bag'ishlangan tantanali marosimda ikki universitet rahbariyati, professor o'qituvchilar, talabalar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Ular ushbu bog'ning barpo etilishi ta'lim, fan va ekologik madaniyatning o'zaro bog'liqligini ko'rsatuvchi yorqin namuna ekanini ta'kidlashdi. Marosim davomida namanganlik olimlar Qoraqalpoq davlat universiteti jamoasiga 64-xalqaro gullar festivalida ishtirok etish uchun rasmiy taklifnomani topshirdi. Bu taklif nafaqat an'anaviy do'stona aloqalarni mustahkamlaydi, balki universitetlar o'rtasidagi ilmiy amaliy hamkorlikning yangi bosqichini belgilab beradi.